o'zimni ruhimni shaytonga sotganim yo'q. O'tgan safar videoni tagida men ruhimni sotganim yo'q desam, ko'pchilik insonlar savol berdi. Qaysi ma'noda? Ma'nosini sizlarga tushuntirib o'taman. Hozirgi kunda ikkala bilasizlar, O'zbekistonda rivojlanish davrida ko'pchilik insonlar men pul keladi deb turib, men blogersiz va boshqa nima orqasidan faqat millatni zaharlaydigan, miyani zaharlaydigan bir foydasiz ma'lumotlarni chiqarishda davom etishmoqda. O'yin kulgu faqat bir kelajak uchun rivojlanishga yordam beradigan narsalar mavjud emas. Men o'sha narsani keldim O'zbekistonga reklama masalasi bo'yicha ham boshqa masalasi bo'yicha men ko'plab nimalar chiqishdi, lekin men bu narsani qilishni xohlamadim. Chunki men ruhim bu sizlar o'ylagan darajada ancha qimmat turadi. Ya'ni Xudo xolasa niyatim shu keyingi dunyoda bir yaxshi narsa, bu dunyo uchun emas, Xudo xolasa. Shunaqa gaplar akalar, sizlar ham ehtiyot bo'linglar, yosh avlodlar. Men miya zaharlanib, men kelajakda bloger bo'laman yo boshqa narsa bo'laman deb harakat qilmanglar. Lutchi kelinglar, men logistikani o'zingizlar specialist deb o'sha rivojlanayotgan kasblarni tanlashga harakat qilinglar. Logistika masalasi bo'yicha hozir qayerda ishlayapsiz deyotganlarga logistikada Momi Group Xorazmda xullas necha pul topsa bo'ladi deyotgan insonlar uchun sizlar o'ylagandan ancha ko'proq. Bu logistika sohasi rivojlanayotgan hamda rivojlangan soha. Bu sohada hech qachon to'xtab qolmaydigan soha. Amerikada trak to'xtasa, o'sha Amerika qulaydi. Trak sohasi to'xtasa, o'sha Amerika qulaydi. Tamom, boshqa chorasi yo'q. Lutchi kelinglar. Men Momi Group bizda hozir shogirdlik dasturi ham birinchi $1000 topish ham o'rgatish jarayonlari ketyapti. Bemalol mana shu pastdagi telefon nomerlarga telefon qilib turib, yoki Telegramdan yozib turib, ma'lumot olsanglar bo'ladi. Mana shu kelajak uchun foydali, ruhni sotmaydigan sohalarni o'rgansanglar, Xudo xolasa o'zingizlar uchun ham foydali bo'ladi.